Bu plastilin, turli shakllar yasaymiz. Plastilin. Bu mo'y qalam, rasmlarni bo'yaymiz. Mo'y qalam. Bu akvarel bo'yoq, rasmlarni bo'yaymiz. Akvarel bo'yoq. Bu qaychi, qog'ozni kesamiz. Qaychi. Bu rangli qog'oz. Rangli qog'ozlardan har xil narsalar yasaymiz. Rangli qog'oz. Bu kitob, o'qish uchun kerak. Kitob. Bu pargor, aylana chizishga yordam beradi. Pargor. Bu globus, butun dunyoni ko'rsatadi. Globus. Bu sumka. Hamma o'quv qurollarini shu yerga solamiz. Sumka. Bu yozuv taxtasi. Maktabda unda mel bilan yozamiz. Yozuv taxtasi.